Assalomu alaykum hurmatli Termiz obunachilari, barchani o'tib ketgan Qurbon hayiti bayrami bilan tabriklaymiz. Xo'p, dam olish kunlarini behuda sarflamaslik uchun remont ishlarini boshlaganmiz zavodimizning ofis qismini. Laminatlari xo'p, dam o'tgan, mana bunaqa ish chiqqan. Buni tagidan mana bu kavlon solingan. Bu kavlon solinganiga 15 yildan oshgan. Tagidan chiqadigan damni o'ziga ushlab turgan. Shuning hisobidan laminatlarimiz 15 yildan ortiq bemalol mana xizmat qilib berdi. Bu kavlonni o'zi asosan matraschilar ishlatadi. Undan tashqari qurilish sohasida tom qismida mana tunikani shifri tagidan solinsa, issiqni qaytaradi. Issiqni o'ziga yutib, issiq o'tkazishni saqlab qoladi. Undan tashqari mana shunaqa laminatlar tagidan, xo'p, gilamlar tagidan solinsa, namni, zaxni, bunaqa pang mog'orlarni o'ziga ushlab qoladi. Kimga shunaqa sifatli kavlonlar kerak bo'lsa, bemalol Termiz zonaga aloqaga chiqaverasizlar.